Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi siyosat maydoni suhbat programmamizda Yaponiyada yashab turayotgan Uyg'ur ziyolisi Muxtar Abdurahmon efendim bilan o'tkazgan suhbatimiz huzuringizda bo'ladi. Assalomu alaykum Muxtar efendim, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom. Muxtar efendim, siz bilan bu qitim Yaponiyaning Tokio shahrida yuz ko'rish fursatiga erishdim. Aldılar Erik TV'nin ziyaretini kabul kaldığınız için size köp rahmet eytiler. Sizge köp rahmet. Muhtar efendim, sizni sohbet başlaştım burun aldı bilen halkımızı görüp tanıştırıp etken bolsak, özünüz kim oldusuz? Qayerda okugan, hazır Yaponiyada nima ish qilyapsiz? Mening ismim Muxtar Abdurahmon. 1992-yili Xinjiang Pedagogika Universitetining Uyg'ur tili adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. Şu yıldan başlap asasen Uyghur tili ve Uyghur edebiyatı hakkında ürgülüş ve tatbikatka kirişip kettim. 1997 yılı Pedagogika Üniversitesi'nde okuşup bitirip Ürümçi şehirlik 31. otomatikte işe düştüm. Okuş jarayonida 200 parçadan artık şiir, 50 parçadan artık nasır, yani 50 parçadan artık ilmi makale e'lon qildim. 2005 yılı ben o'qish munosabati bilan Yaponiyaga keldim. Yaponiyaga kelgan desek mezgilde til maktabida, yani Yapon til maktabida o'qidim. Yapon til maktabida o'qigandan keyin 2007 yıldan başlap ben Yaponiyadagi dаңlıq Imperial universitetlerining birisi bo'lgan hozirgi Kyushu universitetining G'arb falsafasi kasbiga magistrlik o'qishga kirdim. Hozir shu kasb bo'yicha doktorlik o'qiyapman, shuning oxirgi yili. Asosiy g'arb falsafasi haqida tadqiqot qilyapman. Muxtar efendim, siz bu g'arb falsafasidan bu tadqiqot deymiz herhalde. Bu şu tadqiqotimiz haqida tafsiliy bir so'zlab beramiz. Yani bu g'arb falsafasi nomida yani nima tadqiq qilyapsiz? G'arb falsafasi degan vaqtda bir qadar keng doirali hukm. Albatta bu g'arb falsafasining hukm doirasi ichida Gretsiya falsafasi yoki qadimgi Yunon falsafasi, ya'ni Sokrat, Platon, Aristotel, mushlarninki ideyalar. Shunaqla g'arbniki eng dаңlıq faylasulardan bo'lgan Immanuel Kant deyimiz, bu Japoncha bo'lib qoldi. Ondan boshqa Heidegger, John Stuart Mill, Jean-Jacques Rousseau qatorliq g'arbniki dаңlıq faylasularninki ideyasini o'rganishni va musha tadqiqot qilishni asos qilib keldim. Endi bu yerda alohida eskartib qo'yadigan nuqta shuki, men g'arb falsafasining ichida Uyg'urlarninki navbatda ilib berayotgan milliy davosiga eng bevosita munosabatli bo'lgan nuqta haqida tadqiqot olib berishni nishon qilib, asosli Angliyaning dаңlıq faylasufi bo'lgan John Stuart Millning siyosiy ideyasi bilan Uyg'urlarning milliy harakati degan temada magistrlik ilmiy maqolasi yozdim va magistrlik ilmiy unvoniga erishdim. Endi bu magistrlik ilmiy maqolamning eng asosiy mazmuni shuki, g'arb falsafasining eng dаңlıq mutafakkir bo'lgan bu Millning eng dаңlıq asaridan bo'lgan erkinlik haqida, shundaqla parlamentlik siyosiy tuzum haqida, hamda manfaatparastlik yoki manfaatchilik ideyasi degan shu 3 asaridagi siyosiy ideya va mushaqdagi milliy davoyimizga munosabatli bo'lgan nuqtalarni tadqiq qildim. Bunda alohida bir nuqta shuki, millat degan zodi nima degan nuqtaga biz qaytadan emirlanib bermasak bo'lmaydigan bir ahvolga keldik. Shundaqla millatninki ichki mohiyati taqozo qiladigan bir qism zaruriyatlar, ya'ni millatning ichki mohiyati zot nimalar bor? Yani Marx, Engels, Lenin, Stalin bilan davatgan millatninki mohiyati bilan dal uni qarama-qarshi bo'lgan ideyadagi, ya'ni liberal erkinlikni asosiy nuqta qiladigan g'arb falsafalarining ideyasini dal shu nuqtadan
o'zaro selishtirib kommunistik millat qarashining butunlay xato ekanligini, ya'ni g'arbningki haqiqiy demokratik faylosoflarning millatga bo'lgan aniqlamasi yoki tabiatningki to'g'ri ekanligini, ya'ni millat degan amaliyotda o'z oldiga milliy mustaqillikni talab qilgan bir xil guruh ekanligini isbotlashni asosini nishon qildim va eng oxirida buning konkret amaliy misollarini shularning asarlarini yurib elib bu orqali o'zimninki har bir millatning o'z oldiga bir mustaqil amaliy gavda ekanligini, ular amaliyotda mustaqillikni taqozo qilganligini isbotlab chiqdim. Magistrlik ilmini unvonini olib bo'lgandan keyin doktorlik ilmiy unvon maqolasi bir cho'ng masala paydo bo'ldi. Bu nuqtaga kelgan vaqtda men uzoq mezgil o'ylash orqali Yaponiyaning hozirgi navbatdagi ahvoli, shundaqla Uyg'ur millatininki umumiylik ahvolini ko'rsatib o'tirib, Uyg'ur falsafasi nuqtasidan turib, ya'ni Uyg'urlarninki davlatchilik ideyasi. Uyg'urda, ya'ni Uyg'ur falsafasida davlatchilik ideyasi zaten bormi yo'q. Bu o'z qandaq. Bu tadqiqot ilib xodimlar berib o'taman. Bundan keyin ham asosli Yusuf Xasojib va Farabiyninki davlatchilik ideyasini asos qilib turib, doktorlik maqolamni tamomlashga oltirib o'taman. Ko'p rahmat, muhtaram efendim, nihoyatda yaxshi bir tadqiqot ustida izlanib o'tibsiz. Alloh yo'lingizni ochiq qilsin. Siz bu qitim Dunyo Uyg'ur qurultayining 4-navbatlik umumiy yig'iniga vakil bo'lib Yaponiyadan qatnashdingiz. Sizcha bu yig'in qanday bo'lib o'tdi? Nimalarni his qildingiz bu yig'indan? Menimki Dunyo Uyg'ur qurultayining bu qitim Yaponiyada ochilgan vakillar qurultayi Uyg'urlarning tarixida xotirlash tegishli bo'lgan alohida bir zo'r bir siyosiy hodisa bo'ldi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Yaponiyaninki parlament binosida mandaqlar aytgan vaqtda asos qonunni xotirlash sarayida o'tkazilgan bu yig'in Yaponiyadagi dangliq siyosiy partiyalarning vakillari, parlament a'zolari, shundaqla har sohadan dangliq jamoat arboblarining qatnashishi bilan Yapon millatining Uyg'ur milliy mustaqillik harakatini qo'llaydiganligidan iborat bir nuqtada bu Uyg'urlarning mangu isini ko'tarmasligiga kerak bo'lgan alohida ish bo'ldi. Yana bir alohida nuqta shuki, Uyg'urlarningki millatlik siyosiy da'vosi Yaponiya bilan Xitoyninki munosabatining bundan keyingi o'zgarishini keltirib chiqaradigan muhim bir nuqta bo'ldi. Bu yig'inninki yana bir alohida shu bo'ldiki, ko'plagan ziyolilar, ko'plagan yoshlar, shundaqla ko'plagan jamoat arboblari bu qatimliq yig'inga qatnashdi, o'zlarining fikrlarini erkin ozora bayon qilishdi. Shundaqla bundan keyingi Dunyo Uyg'ur qurultayininki asosiy rahbarlarini qaytadan saylab bu harakatni texnik yuqori pallaga ko'tarish uchun puxta asos soldi. Bu jihatdan qaraganda vaqtda bu qurultay haqiqatan Uyg'urlar tarixidagi zo'r siyosiy, shunday tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan cho'ng bir voqea bo'lib deb qarayman. Rahmat muhtaram efendim, bundan keyingi o'qishingizga, xizmatlaringizga utuq tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Hörmətli televizor köyüklər, şunun bilan bugünkü siyaset meydanı söhbət proqramımız müşahidə ayaqlaşdı. Xeyir xoş, kelər qıtımlıq sanımız görüşəylik.